Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Men Amerikadagi Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq. 2 haftada bir qatim qiladigan naq maydon videosiga chiqishim hozir. Ko'rganinglardek men hozir nimada emas, Los Angelesda emas. Nima Avstraliyaniki Sydney shahrida. Bu yerda bugun hozir shanba kuni 2-si 2023-yili 12 ayning 2 kuni bo'ldi. Ben yaşaydigan Los Angeles şehrida Cuma günü 12 ayning 1 kuni hozir. Bugün yanımda kompüter bir narsalar yo'q. Ashta bu boshqa sal qisqaroq chiqiraman bu videoni. Herhalde o'tgan degan bo'yicha o'zim o'ylagan ba'zi ishlarni sizlarga yana deb chiqishim. Ma bu boshlashdan burun men sizlarga turayotgan yerimni bir ko'rsatib qo'yay. Ko'ngildagi aqamda nima bor? Aqamda Sydney'deki dünyanın meşhur Opera House deydiz. Teatrxana bu var. Bunun içine kirip çıktık bırak var. Anındaki ma tarafında ma bir cruise parkı, anındaki ma körük, diyendek mandak manzaralar var. Bu Sydney yani dünya boyunca en güzel şehirlerdeki birisi. Ben şu en güzel yerge kilip hazır. Sizlarga shu videoni chiqaraman deb keldim bu yerga. Bu yerga chiqib kelib bo'lganmiz bu yerga kelganda yoqi. Shuni men bir ko'rsatib qo'y dedim. Biz shu Amerikadan bir qancha oylik arxotun do'stlar keldik. Avstraliyada ba'zi do'stlar akalar qo'shildi bizga, ashta qo'shilib mishadan chiqib bir park sayt qilmoqchi biz. Shu jarayonda endi sizlarga biz bag'ayalarniki ko'rinishlarini ancha-muncha chiqarib qo'yman. Anda xabarlarda bo'lgandek hozir vatanga boramaymiz. Men oxirgi qatim 2009-yilda borgan, undan keyin berib boqmadim. Vatanga boramaymiz. Xizmatning jiddiligi, millat davosiniki jiddiligi, shunchada odam nayt ro'yjatin bir xil azob ichida yashaydigan bo'lib qoldik hammamiz. Psixologiyamiz o'zgarib ketdi. Ashta bu boshqa men endi arlab ashta sayohatlarga chiqib biraz damag'ash, qalin damal do'g'ash, yana o'ylanish ishlarini qilib degandek ashta qilman pat. Shunga bu qatim shu Avstraliyaga kelib bu yerdan farq bilan boshqa davlatga bormoqchi. Men endi sizlarga o'tirliq so'zlab beraman bu haqda. Bu qatimki Sydneydagi ta'sirotim endi men har yili degidek dünyadaki bu yerlerge berip şu yerdeki Uygur cemaat bilen görüşüp ularniki naiti yüksek kızgınlığı bilen kütülüşüge erişip degandek bu keldim. Ötkende 5. ayda Kanada'ya bağlan, 9. ayda Türkiye'ye berip ya da o İstanbul'da 20 lise degen faaliyetini kılıp faaliyet tüygendeki u yerdeki kırındaşlarniki intayın yüksek kızgınlığı bilen kütülüşüge erişip degandek kalgan. Bu qatim Sydneydeki men burun uchragan ahvollarga o'xshash yoki uningdan yuqori darajada nihoyatda qizg'in bir kutilish bo'ldi bu yerda. Men va biz qatorliq biz bilan birga kelgan boshqa qarindoshlarni endi Sydney Avstraliya Uyg'ur jamiyati boshlig'idagi Uyg'ur qarindoshlar intayin atrofliq tashkilot oldi o'rlashtirib bizniki aslidagi sayohat faoliyatimizni bayram faoliyatiga aylantiryapti. Biz bu yerda sayohat bilan bayram tang bo'ldi. Nihoyatda qattiq ta'sirlandik. Bu yerda do'stlarniki mehmon do'stligi, mehr muhabbati, oq ko'ngilligi qatorliq. Xuddi men burun vatanga berib yurtlarga borsam, yezdagi dehqon tuqqanlarimizdan ko'radigan ashta bir xil kayfiyat ahvollarni mishada uchratdim Sydneyda. Ben bu yerki dostlarga qanchalik rahmat aytsammi ozliq qiladi. Bu hammamiz uchun nihoyatda cho'ng madad, ilhom bo'ldi. Bu yerdagi qarindoshlar nima uchun bizni mana qadrlaydiganligini obdan bilaman men. Ashta bu boshqa men uchragan shu kutilish ishlari men uchun bundan keyingi ishlar uchun ishlarim uchun bir ro'yi uzuq. Xudoyim bo'lsa burunqidek davomli turda tirishman, hatto behaq tirishim mumkin. Endi bu qatimki ko'rish jarayonida bana tushgan ko'proq savol
Uyg'urlar uchun umid nada? Bu yerda Uyg'urlar uchun degan vaqtida ikki jihatdagi mazmunni ko'z o'ziga oldi deb o'ylayman. Birisi vatandagi xalqimizni Xitoy zulmidan qanday qutuldiramiz degan jihatdan qanday qutuldiramiz, qanday bo'lib biz o'zimizniki erkinligini o'zimiz qo'limizga keltiramiz, vatanimizniki mustaqilligini qo'lga keltiramiz degan sohadagi savol. Yana birisi o'zimizni qo'llab qilish uchun biz tegishli qanday yo'llar bor degan tarafni o'z ichiga oldi deb o'ylayman. Ikkinchi savol sohasida chet eldagi qarindoshlar nurg'un ishlarni qilyotdi. Bu jihatda amaliyotda Sidneydagi Avstraliya Uyg'ur jamiyati boshlig'idagi qarindoshlarniki qilgan ishlari odamni ta'sirlantirdi ekan. Deymiz universal hamma sohadagi qilg'il bo'lgan ishlarning hammasini qilib, shu joydagi yerlik hukumatniki iqtisodiy va ma'naviy qo'llashiga erishib, bular nurg'un ishni qilib turibdi. Bular herhalde bir ulgu yaratibdi deb o'yladim. Men shu hissiyatga tunishga keldim. Endi Xitoyniki zulmidan qanday qutulamiz, qanday qilib o'zimizning vatanini qaytarib olamiz qo'limizga degan bu savol nihoyatda cho'ng savol. Meni bu bak ko'p o'ylantiradigan savol. Men bu jihatda to'xtamay izlanyapman. Oldingi ikki qatamliq videoda biologiya tarixining saboqlari deb sizlarga ikki nuqtani so'zlab berdim. Biologiya tarixi deganimizda insoniyat vujudga kelib yozma tarix boshlangandan keyingi butun tarixni xulosalab chiqqan materialga asosan o'tirib qo'yilgan saboq. Bundan men ikkisini o'tirib qo'ydim. Uniki birisi bu biologiya tarixning saboqi raqobat. Dunyoda yashayotgan inson guruhlarining hammasi o'zaro raqobatlashadi. Şu vaqtdagi zamon va makonga eng moslashganlari hayot qiladi. Xuddi hayvonotlar dunyosidagi boshqa jonlilarga o'xshash mumkin. Uningga mos kelmaganlari o'zini saqlab qololmaydi, yo'qoladi. Bu raqobatniki ma'nosi shu. Ikkinchisi tanlanish va shallanish. Bu hayotlar dunyosidagi ishlarning hammasi ikkinchi saboqi shu tanlanish va shallanish jarayoni bo'yicha mang'idi. Buni so'zladim o'tganda, buniki davomi bor. Bugun kompyuter bo'lmog'i uchun bu to'g'ri so'zlamayman men. Endi bu bir nihoyatda cho'ng tema. Bu shu Uyg'ur abatiman degan birinchi savolga javob berishda intayin muhim bir tema. Biz taqatuqu narsani kirib olib, taqatuqu narsaga ishinib, shu orqali yakun yoki chiqarib yoki sarakat tuzib o'zimizning taqdirini o'zgartirmaymiz. Chuqur tarixiy saboqlarni bilishimiz, ondan keyin tarixiy saboqlarga asoslangan chog'da hozirgi Uyg'urlarning o'rni zodi nada? Biz bir qandaroq joyda turyapmiz. Biz buningdagi o'zimizni saqlay olamizmi? Yo'q. Agar saqlaymiz desak, nima ishlarni qilamiz? Bu jihatda hammamiz o'ylamasak bo'lmaydi. O'tganda sizlarga degandek, men bu jihatga izlanishimni davomlashtirib, shu o'zim kirayotgan kitobni ikkinchi bir Uyg'urcha maqola qilib yozib chiqib sizlarga sunaman. Meniki bu yil va 2024-yildagi qilgan eng muhim ishim shu bo'ldi. Shuni planlab qo'ydim. Bu jihatda davomli izlanyapman. Men o'qiyotgan kitobni o'zim bilan birga keldim, boshqatam orqalandim, o'qib keldim. Yanimda turdi. Endi zodi Uyg'urlar o'zini qutuldirishda erkinlik erishdiki umid zodi nada? Degan bu tema to'g'riliq meniki hozircha ko'z qarashim, men endi do'stlarniki, qarindoshlarniki bir qancha sohadagi narsalarga diqqat qilishini tashabbus qilaman. Uning birisi yaqinda Amerika Xitoy rahbarlari bilan ko'rishgan vaqtda shu Tayvan masalasida o'ziniki maydonni aniq o'tirib qo'ydi. U nima degan chog'da biz Xitoyning Tayvanga qurolli hujum qilishiga qarshi uni qat'iy qarshi turamiz dedi. Ikkinchisi Tayvanning o'z oldiga mustaqil e'lon qilishiga qarshi. Bu masalada Tayvanniki hozirgi holatini Xitoy va Tayvandan iborat ikki tarafniki birisiniki o'zgartishiga qarshi degan narsani maydonga o'tirib qo'ydi. Bu narsa hammamizni aytib cho'nqur o'ylantirish kerak. Nimishqa deganda
Tayvan mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin yoki harbiy kuch bo'lsin, dunyodagi eng kuchli davlatlarning qatorida o'rin olgan bir joy bu. Lekin bu joymi xuddi Sharq Turkistonga o'xshashlam tarixda Xitoy davlatining bir qismi bo'lib boqqan emas. Tayvanniki undaq tarixi yo'q. Xitoyning bir qismi bo'lib boqqan rayon emas bu, zimin emas. Ashundoq turib hozir Xitoy davomli Tayvanni cho'qim qo'limizga olamiz bu deb propoz qilib yuryapti. Endi Amerika bo'lsa, abaytiman degandek Tayvanniki hozirgi holatining mayli Xitoy bo'lsin yoki Tayvan bo'lsin, bu ikki tarafniki birisiniki o'zgartirishni xohlamaymiz. Biz unga qarshi degan maydonni ifodaladik. Endi mushtaq bir ahvolda biz Uyg'urlar o'zimizni nima qo'yamiz degan bir masala bor. Bu jihatda amalan chuqur o'ylanish kerak. Endi bu temaning o'zimi bak cho'ng tema, men azaldan bu to'g'riliqni ancha-muncha so'zlab keldim. Bu ang dastlabki nusxasi bola tarbiyasiga berib boshlandi. Uyg'urlar qaytadan tug'ilish kerak, turilish kerak. Shunga bu turilgan vaqtida obaytiman degan tarixiy saboqlarni qaytadan o'rganib, uni o'zimizning amaliyotga tatbiqlab, zodi bizda qandaq savollar o'tib bugunkidek holatga kelib qoldik. Bu to'g'riliq chuqur o'ylashimiz kerak. Men o'qiyotgan kitobda chiqqan yana bir mazmun bor. U nima desanglar, har bir shaxslarniki ayrim nuqtasidan qaraganda kishilarniki mingiz o'rnab ketgan aslimlarniki bir qismi u kishiniki taraqqiy qilishi, olg'a besishiga to'sqinlik qiladi deydi. Endi millat nuqtasi deb turgan chog'da shu millatniki an'anasi, tarixiy an'analariniki bir qismi shu millatniki yukselishiga to'sqinlik qiladi deydi. Bu gaplar menga chuqur ta'sir qildi. Uyg'urlar 15-asrlargachilik O'rta Osiyoda bir hukmron millat bo'lib yashagan, O'rta Osiyoni so'rg'an, imperiya qurgan, davlat qurgan ashaq bir millat. 15-asrdan keyin biz chekindik, intan eg'ir chekindik. Eg'ir chekinishning davomi mana bizni bugungi kunga keldi. Ashta bo'g'ashqa abaki mazmun nuqtasini o'ylagan vaqtimizda zodi hozir Uyg'urlarniki taraqqiyoti, Uyg'urlarniki o'z taqdirini o'zgartishi, yaxshilash qator ishlariga to'salg'i bo'layotgan an'anasi qaysi? Bizga foydali an'analar qaysi? Bizga ziyonli an'analar qaysi? Bu jihatda biz o'ylanishimiz kerak, izlanishimiz kerak. Uyg'ur o'zini Uyg'ur ziyolisi deb ataydigan kishilar izlanish kerak bu jihatda. Men sizga o'tgandimi dedim, 2024-yili İstanbul'da 20 lisiya degan faoliyatni qayta qilmoqchi yana. Shunga hozir musoada bir qism qarindoshlar izlanishni boshladi, tayyorlik qilishni. Tayyorlik qilgan vaqtimizda men yuqorida degan temini unutib qolmasak. Bu millatniki bundan keyingi taqdir bilan zich munosabatli bir masala. Mushaqda chuqurroq o'ylanib boqsak. Abaki savolga kelgan vaqtimizda hozir darhol chiqadigan savol yo'q. Javob yo'q. Nimishqa degan chog'da Amerikaniki Tayvan masalasida ifodalagan namoyon qilgan ifodasi bu xalqaro munosabat qonuniyatlarininki bir qismi. Hamma alla o'ziniki manfaatini birinchi o'ringa qo'ydi. Tayvan masalasida Amerikaning qanday manfaati bor deganda, agar Xitoy Tayvanga hujum qilib qolsa, mayli u Tayvanniki mustaqillik e'lon qilishidan bo'lamdi yoki boshqa taraflardan bo'lamdi, hujum qilib qolsa, dunyoda intan cho'ng qalamqonchilik tug'iladi. Shu qalamqonchilik natijasida dunyoniki hozirgi dunyo xalqaro tartib o'zgardi endi. Amerika buni xohlamaydi. Bo'libmi yaqinqi kunlarda hozirgi Amerika hukumati Xitoyga nihoyatda xushamat qilgandek, yilingandek nurg'un ishlarni qilib ketyapti. To'xtamay qo'yapti buni hozirmi? Bu qandaqdir Amerikaniki Xitoyga beqindi bo'lib qolganligidan bo'lgan ish emas. Undan emas. Shu masalan Amerikada yana prezidentlik saylan bo'ladi. Shu saylandan burun agar Xitoy bir ishni qilib qo'ysa, Tayvanga tajovuz qilishdek bir ishni qilib qo'ysa, bu butun dunyoniki xalqaro tartibi o'zgarib, iqtisodiy o'ntay bo'lib, shu orqali hozirgi Amerika hukumatidagilarniki Demokratik partiyaniki yana qaytadan o'tib chiqishga ta'sir etadi deb ondan bek anslab ketib bordi bular. Shunga bak Xitoyga yilinib, xushamat qilib, qilib ketib sabab shu meniki tushanchamda. Shunga bu masala bir masala. Shunga
Muşlarındaki emisi xalqaro munosabat qonuniyatlar ichidagi ishlar. Endi shu qonuniyat bo'yicha qaragan vaqtida Uyg'urlarni birer chet el hokimiyati qutqizib qo'ymaydi. Meniki bu yilgi İstanbulda 20 leksiya degan faoliyat munosabati bilan yozgan 3 parcha maqolam bor. Shuning ichida birisida shuniki chet el yordami qanchalik muhim degan tema bor. Sizlar ko'rib baqsanglar bo'ladi. Bu jihatda chet el faqat chet elniki o'ziniki milliy manfaati Uyg'urlarga yordam qilish bilan birlashib qolsa, Uyg'urlarga yordam qilish orqali, hissashtirish qilish orqali o'ziniki milliy manfaatiga texnik foydali bir holatni qo'lga keltira olsa, bizga yordam qiladi, bo'lmasa qilmaydi. Shunga bizniki ishimiz o'zimizning qo'liga qolib qoldi, o'zimizga qolib qoldi. Ashta bo'g'ashqa muhabbatin degan biz qaytadan turalmasak, qaytadan tug'ilmasak bo'lmaydi degan masala shu. Bu jihatda ziyolilar, Uyg'ur ziyolilar yana o'ylanish kerak. Endi Uyg'ur davosi qanday rol o'taydi? Uyg'ur davosini intayin muhim. Hozir diqqat qilsanglar, vatandan chet elga chiqayotganlar, qilchi kishilar chet elga chiqyotidi. Bir qism kishilar chet elga qaytyotidi. Ular ancha gap qilishni xohlamaydi, lekin Xitoy yaqinki shu 1-2 yil mobaynida o'ziniki aslidagi planini o'zgartdi. Aslidagi qaysi planini o'zgartdi desanglar, Xitoy Uyg'urlarni ashta saqchi, turma lagerlardagi saqchi o'bi qilib ishlatib, oxirida sulaydiganlarni sulab, yo'qitadiganlarni yo'qitib qo'ygandan keyin bu saqchilarning hammasini yo'qitib, andan keyin Urumchi va 6 viloyat shaharlarining hammasini Uyg'ursiz shaharga aylantirmoqchi. Buni o'zgartdi hozir. Men egallagan ahvollarga asoslangan chog'da Xitoy hozir maqsadli holda Urumchini yana boshqa yerlardagi Uyg'urlarniki Urumchiga kelib biroz Urumchida Uyg'ur nüfusini ko'paytirish jihatlarida tirishayotdi bular. Nima uchun? Dunyoning ko'zini bo'yash uchun. Bular bakchi qadam yo'q qilyapti. Endi dunyoning ko'zini bo'yaydigan sohalarda shu yerlarga Uyg'urlarni yana qaytib kelishiga yo'l qo'yib, biroz nüfusni ko'paytiradigan ishlarni qilyapti. Endi yana bir tarafdan bo'lsa, Xitoy Uyg'ur qirg'inchiligini hech qanday to'xtatgani, aslashtirgani yo'q. Hozirmi tutyapti Uyg'urlarni. Bu jihatda bizga to'xtamay xabarlar kelyapti. Kech tutadi, odamlar yo'qolib ketadi. U odamlarniki izdirgini hech qanday qadam qilolmaydi. Ailesidagilar bilamdi, urug' tuqqanlar bilamdi, qo'lim qo'shnilar bilamdi, hech kim qilolmaydi. Bu bir odat kishiga aylanib qoldi. Mening bilishimcha. Ashta bir vaziyat davomlashyapti. Andan keyin necha kun oldida Xitoyniki Qashqarga 500 ming Xitoy yetkazadiganligini e'lon qilganligi to'g'ri uchurlar chiqdi. Men uniki manbasini tepish ishlariga ulgurmadim, qanchalik rostchilligi, lekin cho'ng jihatda aytgan chog'da Xitoy Xotan Qashqardagi Uyg'ur nüfusini intayin zo'r darajada yo'q qilyapti. Ashta bo'g'ashqa hozir shu boshqa o'rinlarni Xitoy bilan to'ldirish bularniki tabiiy aslidagi planlarniki bir qismi endi. Shunga men so'zlarni anlayotganimda anchalik hayron qolmadim. Endi yamir qilayotgan ishi bularniki Uyg'urlardan necha million Uyg'ur yo'qolib ketdi. 1 milliondan ko'proq vatandaşlar o'ldirilib, o'lib ketdi. Ichkiriga bir qancha million, mendagi son bo'yicha qaragancha 2 milliondan ko'p 18 yoshdan 45 yoshga to'lgan erlarni yo'qolib ketib yo'q qilyapti bular. Hozir endi shu yo'q qilib etilgan Uyg'urlarniki butun izdirgani qildigan paketlarniki, paket hujjatlarining hamma yo'q qilyapti bular. Yo'q etib Uyg'urlarniki nüfus qurilmasi haqida bular yangidan yolg'on hujjatlarni barpo qilyapti. Keyincha kelgusida bir kunsi agar Xitoylardan xalqlardan tashriqlar kelib qolsa ko'rsatib ularni aldash uchun endi. Shunga bu jihatdagi ahvollarda hech qanday yaxshilanish yo'q. Yana bizning beshimizga kelgan yomon kunlar davomlashyapti. Endi mushsada Xitoyniki asli planini o'zgartirishga qistash jihatlarda chet eldagi Uyg'urlarniki siyosiy davosiniki roli intayin chong bo'ldi. Bu jazmlashtirilgan uchur. Intayin chong bo'ldi. Buningga sal qarashga bo'lmaydi. Endi Uyg'urlarni, o'sha chet eldagi Uyg'urlarniki siyosiy davosi orqali erkinlikka erishtirgili bo'lamdi yo'q vatandaşlarni.
Bununla işlik bir nesne boğulu olmaydı. Abaytaman degandek xalqaro munosabat qonuniyatlari bu jihatga qarashni pek qo'llab ketmaydi. Lekin hozirga qadar EPAga ishlardagi ahamiyati nihoyatda zo'r, uning natijasi nihoyatda zo'r bo'ldi. Shu bu soatdagi ishlarni hariz to'tib qo'yish bo'lmaydi. Mana sizlarga hozir deb qo'yadigan mushunchalik shu bu jihatdagi ishlarga sal qaramayli qilayotgan burun qilib kelayotgan ishlarimizni bo'lsa texnik sistemlashtirib yuqori pallaga ko'tarib davomli qilib mangayli. Meniki endi hozircha o'ylangan ishlarimiz shu. Yine o'ylangan narsalarni izlanib o'rgangan narsalarni bundagi sizlarga davomli yetkazib turman. Yo'limiz uzun, safarimiz uzun, qilgan ishlarimiz bek ko'p. Nimani belni qo'yib yetish qat'iy bo'lmaydi. Bu jihatda belni qat'iy qo'yib yetmay hamma sohalarda intan yuksak darajada tirishchilik ko'rsatayotgan qarindoshlarni men shu Avstraliya Sidney shahrida ko'rdim. Nihoyat ta'sirlandim. Bunda qarindoshlar dunyoning boshqa yerlarida bor. Misol sohada tirishayotgan. Endi mushlarni yana bir palla yuqori ko'tarishimiz kerak. Mening bu jihatda keyincha qaytib qolgandagi qilgan ishlar to'g'riliq bir qism planlarim bor. Dünya Uyg'ur qurultiyi va boshqa Dünya Uyg'ur qurultiyining atrofiga uyushib ish yapayotgan qarindoshlar bilan birlikda qilgan ishlar, o'zimning atrofidagi qarindoshlar bilan birga qilgan ishlar to'g'riliq. Shunga buguncha men mushunday lekin sizlarga deb qo'yadigan yana bir ishim endi nima men shu safarga chiqishdan burun Yevropadagi bir qarindoshimiz Uyg'ur Project fondiga $500 iyon qildi. Amerikadagi bir qarindoshimiz $600 iyon qildi. Yana bir qarindoshimiz $200 iyon qildi. Turkiyada bir qarindoshimiz bor. Har oyda bir qancha 100 liradan iyon qilyotdi Uyg'ur Project fondiga. Undan boshqa yana bir inimiz, shu Amerikadagi yana bir inimiz Turkiya Istanbuldagi bir yesildagi bolalarga o'yinchiq yapirishga $300 pul berdi. O pulni biz yaqinda ularning qo'liga yetkazamiz. Mana shunday yaxshi ishlarni bo'lyotdi. Sizlarga buni bir deb qo'ydim. Uyg'ur Project fondimi davomli bu turlarga yordam qilib kelyotdi. Bizniki muzokaralashib qaror ishimiz davomli turdi endi. Bu ijodiy ishlarimiz aslab qolgan yeri yo'q. Uyg'ur axborot markazidagi qarindoshlar kech kunduz tirishchilik ko'rsatib shu chet eldagi uyg'urlar uchun xizmat qilish sohasida nihoyat ko'p jafolarni chekyotdi, to'xtamay ishlarni qilyotdi, uni ko'rib turyapsizlar. Bugun endi mushunchalik Xudoyim bo'lsa bizniki qolgan safar boshlangandan keyin sizlarga yana davomli biz bo'lgan yerlarning ahvollarini ko'rsatib qo'yman. So'zlab beraman ancha-muncha. Shunga mening sabablarimni bir deb qo'ydim. Ko'rishga omon bo'linglar. Yana 2 haftadan keyin Xudoyim bo'lsa programmani biroz burunqidek puturoq qilishga tirishaman. Bugun shunchalik so'zlay. Ma'qulamisa yana qayta ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.